Tarmoqlarda ko'rinishi tarixiy turk seriallaridagi saroylarni eslatuvchi ulkan bino tasvirlangan videoga ko'zingiz tushgandir. Videoni tarqatgan manbalar uning egasi Muhtasham 100 yil serialdan ilhomlanib qurgan deb yozdi. Siz ham bunga chindan ishondingizmi? Bu ulkan saroyni qayerda va nima maqsadda qurilganiga ham qiziqayotgan bo'lsangiz kerak. Izlanishlarimiz besamar ketmadi. Biz bu binoni topdik. Shunchaki topmadik, balki u yerga borib, binoning ichidan eksklyuziv kadrlarni tasvirga olishga va binoni qurgan odamlar, ya'ni egalari bilan suhbatlashishga ham muvaffaq bo'ldik. Xulosa qilishga shoshilmang. Bino siz o'ylaganchalik turk serialidan ilhomlanib qurilgan emas ekan. Yaxshisi keling, bu haqda binoning egalaridan eshitamiz. Buni hech qanday haligi Muhtasham 100 yilda ko'rgan yoki Toj Mahaldaqa ungadir qurib berish niyat qilgan yoki boshqa singari gaplar hammasi noo'rin. E'londa ham berganmiz, 55 ta xonadan iborat. Hech qaysi aqli raso odam 55 ta xona qurib o'zi yashamaydi. Bu bino Andijon shahrining Safoyi mahallasida joylashgan. Bu binoning qurilishi 2018 da boshlangan. O'tgan yili tamomiga yetgan, ya'ni mana shu ko'rinishgacha yetib kelgan. Bu binoni biz dadamiz qurilishni boshlaganlar, hozir ham o'zlari ustida. To'g'ri ko'rinishi haqiqatan qasrsimon yoki bir masjidga ham o'xshatishadi. Buni dadamiz birinchi qurilishini fundamenti boshlangan paytida qizlar uchun maxsus internat shaklda, ya'ni yotoqxonasi bor ta'lim muassasasi qurmoqchi bo'lganlar. Uni hujjatlarini olish, uni rasmiy faoliyatini yuritish uchun muammo bo'lgani uchun bolalar bog'chasi qurmoqchi bo'lgan, yotoqxonali internet shaklidagi. Unga esa moddiy sabablar tufayli u narsa ham to'xtab qoldi. Ayni kunda bu bino boshqa yerda ham shunga o'xshagan shaharda yerlarimiz bor. O'sha yerga bir katta qurilish proyekti niyat qilib, moliyaviy sabablar tufayli buni sotmoqchimiz o'zi. Ijtimoiy tarmoqlarda e'longa berilgan sotilish haqida. Hozir ham mana shu holatda sotilish arafasida. Bu bino o'zi umumiy hovlisi bilan birga hisoblaganda 40 sotikni o'z ichiga oladi. Biz o'zimiz qurgan binolar bu 4 qavatdan iborat, 4 qavat 55 ta xonadan iborat va bir burchagida bir necha yillar, taxminan 20 yil avval qurilgan 2 etajli o'zimiz yashaydigan hovli bor. Dadam o'zlari quruvchi inson, arxitektor bo'lgani uchun loyihasini to'la o'zi qilganlar. Domlar qatorida yoki bir ta'lim muassasalarining ichida bo'lmagani uchun, mahallaning ichida bo'lgani uchun uy deb o'ylashyapti. To'g'ri, mahallaning ichida, lekin bu ta'lim muassasasi uchun mo'ljallangan, hech qanday yashash uchun mo'ljallanmagan. Dadam o'zi qurilish sohasida ham qurilish materialini ishlab chiqaruvchi bo'lgani uchun ichiga dizayn ham klassik usulda qilib, milliylikka e'tibor qaratilgan xolos. Hech qanday qaysi serialni ko'rib yoki qaysi filmda sultonga havas qilib qurilgan joyi yo'q.